Birgina bayonot butun dunyo harbiy ekspertlarini yana Ukraina tomon qarashga majbur qildi. Vladimir Zelenskiy mamlakat yiliga 20 milliongacha dron ishlab chiqarishni maqsad qilganini e'lon qildi. Agar bu reja amalga oshsa, Rossiya va Ukraina urushidagi kuchlar muvozanati o'zgarishi mumkin. Xo'sh, bu shunchaki siyosiy bayonotmi yoki urushning keyingi bosqichiga tayyorgarlikmi? Bugungi videoda aynan shu savollarga javob izlaymiz. Bugun e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina hozirning o'zida yiliga taxminan 10 million dron ishlab chiqarish quvvatiga ega. Endi esa bu ko'rsatkichni 20 milliongacha yetkazish rejalashtirilmoqda. Prezident Zelenskiyning aytishicha, bunga Yevropa bilan yangi mudofaa hamkorligi va qo'shma ishlab chiqarish loyihalari yordam beradi. So'nggi 3 yil ichida urush xarakteri tubdan o'zgardi. Avvallari jang maydonida tanklar va artilleriya hal qiluvchi kuch hisoblangan bo'lsa, bugun dronlar razvedka, nishonni aniqlash va aniq zarbalar berishda asosiy vositalardan biriga aylandi. Shu sababli millionlab dron ishlab chiqarish rejasi oddiy sanoat loyihasi emas, balki harbiy strategiyaning muhim qismi sifatida baholanmoqda. Harbiy tahlilchilarning fikricha, ommaviy ishlab chiqarish Ukraina armiyasiga front chizig'ida doimiy ustunlik berishga xizmat qilishi mumkin. Arzonroq FPV dronlar zirhli texnikaga qarshi qo'llanilayotgan bo'lsa, uzoq masofali dronlar Rossiya hududlaridagi logistika va harbiy obyektlarga zarba berish imkonini bermoqda. Biroq bunday rejani amalga oshirish uchun milliardlab dollar mablag', katta ishlab chiqarish quvvati va uzluksiz ta'minot zanjiri talab etiladi. Ayni paytda frontdagi janglar ham to'xtagani yo'q. Donetsk va boshqa yo'nalishlarda og'ir to'qnashuvlar davom etmoqda. Rossiya va Ukraina har kuni o'z harbiy muvaffaqiyatlari haqida bayonot bermoqda, biroq urush sharoitida bunday da'volarning barchasini mustaqil ravishda tasdiqlash har doim ham imkoni bo'lmaydi. Bugungi kunning yana bir e'tiborli voqeasi Ukraina ichki siyosatida kuzatildi. Prezident Zelenskiyning hukumatdagi o'zgarishlari mamlakat ichida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Ayrim kuzatuvchilar buni urush davridagi boshqaruvni kuchaytirish zarurati bilan izohlasa, boshqalar bu qarorlar yuzasidan tanqidiy fikrlar bildirmoqda. Endi asosiy savol shuki, 20 million dron ishlab chiqarish haqidagi reja urush taqdirini o'zgartira oladimi? Mutaxassislarning fikricha, zamonaviy urushda texnologiya tobora hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Ammo yakuniy natija faqat bitta qurol turiga emas, balki iqtisodiy imkoniyatlar, xalqaro yordam, harbiy tayyorgarlik va diplomatik jarayonlarga ham bog'liq. Bir narsa aniq, Zelenskiyning bugungi bayonoti dunyo e'tiborini yana Rossiya va Ukraina urushiga qaratdi. Endi bu ulkan reja qanchalik tez amalga oshishi va frontdagi vaziyatga qanday ta'sir ko'rsatishi yaqin oylar ichida ma'lum bo'ladi. Sizningcha 20 million dron ishlab chiqarish rejasi urushdagi vaziyatni o'zgartirishi mumkinmi? Fikringizni izohlarda yozing. Eng muhim xalqaro yangiliklarni kuzatib borish uchun kanalga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.